Bugun rejamizda 4 ta operatsiya bor. Eng qizig'i bularning hammasi bolalarda uchraydigan burundagi go'sht, ya'ni adenoidni olish amaliyoti. Kuzatib boring. Bugungi birinchi operatsiyamiz ko'rishingiz mumkin. Adenoid to'qimamiz juda ham katta. Hozir shuni olamiz. Natijani sizlar bilan ulashamiz. Operatsiya nihoyasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin, burun yo'llari ideal ochildi. Bugungi ikkinchi operatsiyamizni boshladik. İkinci operatsiya nihoyasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin, burun yo'llari to'liq ochildi. Bemorimiz burundan endi maza qilib nafas olishadi. Bugungi uchinchi operatsiyamiz ko'rishingiz mumkin, bolalardagi burundagi go'sht. Juda ham katta. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Juda chiroyli chiqdi. Burun yo'llari to'liq ochildi. 4-chi operatsiyamizni boshlayapmiz. 4-chi operatsiyamizda ham adenoid, ya'ni bolalarda uchraydigan burundagi go'sht.